Allohning masjidlarini faqat Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan, namozni to'kis ado etadigan, zakotni haqdorlarga ato etadigan va yolg'iz Allohdangina qo'rqadigan zotlargina obod qiladi. Masjidni obod qilish deganda buni turli tushunish mumkin. Birinchisi, masjidga namoz o'qigani kelishlik. Qadami bilan, ziyorati bilan obod qilishlik. Qo'lida davlati bor odamlar Allohning uyini obodonchiligiga molini sarflashligi. Yoki mana shu masjidda xizmatida turishlik. Masjidda xizmatda turgan ukalar yaxshilab bilib qo'yinglar. Bu Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan bandalariga beradi masjidni obod qilishlikni. Ziyorati bilan, namozi bilan, moli bilan, xizmati bilan. Allohga hamd aytaylik, chunki masjidni obod qilganlarni Alloh taolo o'zidan qo'rqadigan bandalari deb aytayapti.